Kecha yaxshimisiz? Nima qilasizlar? Yaxshi, o'zingiz yaxshimisiz? Men taniysiz? Yo'q. Telefoningizda telefon qo'ysam bo'ladimi? Aytaymi? Iroli, qonqoloq sotyapsizmi, sotyapsizmi? Ha, bo'ldi. Mana. Alo. Siz Dilbaramman qizimiz-mi? Yo'q. Yo'q. Adashtiryapsiz shekilli banda. Otingiz kim? Sanobar. Siz ana qiziga o'xshayapsiz, Choros chechan qiziga o'xshayapsiz. Qarshim kelayapti, qora qamishga yo'l ko'rsatib bermaysizmi? Bilmaysizmi qora qamish? Ya bugun keldim tashkilga, bilmayman, to'g'risi. Mana bu tarafdan yursa telefon bor. Qayerdan? Ha, bu yoqdan chiqasiz. 200 metr yurasiz, yurganingizdan keyin. Ha, qanday? Ha, mana yerga jiraman. Ha, shunga yurasiz. Qancha jiraman? 200 metr. Ha, 200 metr to'g'riga jiraman. Keyinchi hozir qara, mana yerdan chiqishim shunda men daftarga chizib berilasizmi shunda? Tushuntirib turibsiz-ku, mana 200 metrdan yurasiz, yurganingizdan keyin. To'g'risi, men esimda qolmaydi-da, tashqi birinchi kelishim. Mana shunday daftarga shuni chizib, daftarga chizib bering, mana shuni. Turtangiz, ruchka yo'qmi? Yo'q, yo'q. Marker bor ekan, markerga chizib bering. Yaxshi ko'rmayman-da. Mana. Shunday qanday jirishim, qancha jirishimda? Shunday chizib. Mana bu joyimiz bo'lsa. Alo. O'zingiz telefoningiz bor ekan-ku? Turban puli yo'q. Ey, nima tirg'in? Nima desan? Men qani? Turibsiz. Bugun oshga kimlar jiyiladi? Grippaga hamma yilon berib jarsin. Qarang, sizga tushuntiryapti. Uzr. Mana biz mayda turgan bo'lsak. Aha. Endi 200 metr yurasiz. 200 metr jiraman. Ha. Mana sizga belgi qo'ying-da, meni ko'rsating, bunday chizib belgi qo'ying. Bo'pti mana. Makimni. U mana Ya, tushuntiryapsiz. ne qilib tushuntiryapsiz? Ahmoq qilyapsizlar, yo'lni bilmagan odam ustidan eshitib qilasizmi? Yo'q, qilganimiz yo'qsizda. Chizmang deyapsiz-ku. Ha, chizim deyapman-ku. Keyin chizmang deyapsiz-da. Men Mana mana bu turibmiz. Xullas keyin 200 metr yurasiz, yurganingizdan keyin bu taraf yurasiz, o'ng taraf yurasiz, yurganingizdan keyin mashinalar chiqadi. Adikalni sepganmisiz? Yo'q. Ya, Men. siz sepgansiz. Savash. Keyinchi Keyin shu mashinalar chiqadi. Mashinalarga so'raysiz. siz kim edi? Adilbek. Siznikichi? Sanobar. Sanobar. Ana taksi pul berib turilmaysizmi? Pulim yo'q edi-da. Bu plastikda. Plastikda. Naqd pulingiz yo'qmi? Yo'q, naqdimiz yo'q. Kartam bor, kartam to'lib berilasizmi? Qancha kerak? 50 ming to'lib berilasizmi? Qaytib beraman. Pulingiz yo'qmi? Yo, qishloqda pullarim, qo'ylarim, mollarim ko'p. 16 ming pulim ko'p. Biroz hozir ber, pulim tugab qoldi. Kartangizni to'lib berilasizmi? Yo, qaytib beraman, pullaringizni yeb ketmayman. Ha, bo'ldi. Sizning Dilbarammaning qiziga ham o'xshayapsiz. Yo'q. O'xshatyapsiz shekilli. Ha. 98 olmuş. 1501 0547 0614. Qancha TL'si? 50 ming dedingiz-ku o'zingiz? 50 ming yetmay qoladi. 100 ming qilib to'laysiz. Hozir 50 ming dedingiz-ku? Ya- O'zimizga ham kerak. Yo, qaytib beraman-ki, kartangizni aytsangiz, telefonimni bir olaman, qaytib beraman. 100 ming Qayerdan qilib. topaman keyin? Men shu yerda bo'laman. Qayerda? Chetdan? Balki yolg'on gapirayotgan. Yo, men birovni olgan bachchaman shu. Shu paytgacha birovning haqini jiymaganman, to'g'risi. Kimdan 100 ming qilib bering, qaytib beraman pulingizni. Bo'laman? 50 ming tashlang. 100 ming qilsam, men ikkovi siz ham 50 ming qo'ysangiz, 100 ming to'laysiz, qaytib beraman. 50 ming yigit. Tut. Mana men bir kamera bordi, prank shunday qo'llanasiz. Pul